Mollarda, chorvada eng muhim narsa joyni o'zgartirdi, yo'l transportni o'zgartirdi, oziqani o'zgartirdi. Hammasi stressdan iborat. Endi molimiz birozgina cho'chibroq yeydi. Boshlanishida nima qilsam ekan, biroz desam, birozlar yemaydi. Qonda atsidoz boshlanadi o'zi. Stress bilan birgalikda atsidoz bo'ldimi, ichi ketadi. Mana shunisi kuzatiladi. Mana hozir bu bilmasdim buni. Bularda vilofosda shunaqangi oziqa bor ekanki, aynan mollar o'sha vaqtda stress vaqtida tezda o'zlashtiradigan vitamin E ham bor ekan. Buni alohida selen bilan vitamin E, amasi uni alohida kelgan paytda molga bersa bo'lar ekan. Albatta men unga aytdim, balkim jo'natsa beraman deganligi buni san tavsiya qilsa bo'ladi. Lekin uni stress bilan bersa bo'ladi. Bizdagi o'sha yana 4 narsaga diqqat qilyapmiz. Suv komfort qilib berishsiz, mollaringizni yaxshi turishi uchun bu stressni kamaytirishingiz va albatta oziq ratsioni. Molda stressi juda yomon. Ana shu molda stressi to'xtatib qo'yadi, kerak bo'lsa kasal qilib qo'yadi va uning keyingi albatta idealagrar jamoasidan oladigan maqsadlaringiz oziqlantirish ratsioni. Demak, asos bo'lmadimi mollaringiz? Albatta men ishonamanki, men o'zim buni fikri bo'lmasa ham, men o'zim fikrim iqtisodiy daromadga erishish 100% garantiya. U endi Alloh taoladan ko'p narsa. Albatta biz sababini qilishimiz kerak. Biz bergan tavsiyalar bilan ishlasangiz, bilim bilan berilgan tavsiyalarga albatta yutuqqa erishasiz.